Assalomu alaykum akalar. Mana biz navbatdagi ishlar kablok apparatimiz. Razmerlari 17 ga 35. 1,5 kilovatdan ikkita vibrator motorlari bor. Tepasidagi motorlar ham baquvvat yaxshi motorlardan qo'yilgan. Tepasidagi o'qlar ham 30 lik katta o'qlardan qo'yilgan. Seplari ham 2 qator. Apparatimiz tashlagandagi holatlari amortizator bilan tashlaydi. Ya'ni nima bo'ladi? Bu sharaq etib tushmaydi, sekin tushib oladi. Apparatimizning komplektida 1200 talik mishalkasi bor. Mishalkaning ichida tala ham bo'ladi. Tala mishalkaning ichlari ham baquvvat qilib ishlangan. Dizel tuyoqlar qo'yilgan. Apparatimiz yana komplektida bitta aravachasi bo'ladi. Apparatimiz tokka ulasa ishlaydigan holatda turibdi hozir. Kimga shunaqangi sifatli apparatlar kerak bo'lsa, shu nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Apparatimiz narxi komplekti 40 million so'm. O'rnatib berish ichida vodiy bo'ylab. Qolgan joylarga dastlabki kelishamiz.